Mana moshani qaranglar. Buni moshina deyishga odam uyaladi. Nimaga desanglar. Buni sotkaga olib kelishibdi. $3000 deb. Aka, $1000 ham olmaydi buni odam dedim. Mana qaranglar. Moshinani parking yo'q bunda. Parking yo'q. Bunda zarakka ham qo'yar ekan, benzin ham tushar ekan. Mana qaranglar, mana buni qo'ysa. Mana tortga to'xtatib. Mana dvijoklar bo'ladi-yu. Bu Xitoylar odam izolyatsiya qiladi faqat. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Lekin jilashchilar bo'lsa olaman deganlar, o'chiringlar bo'ldi. O'chir. Har vaqtda o'chadi. Qanday o'chadi bu? O'chiringlar. Voy, ey! Vaqtda yetkazaldi bor. Lekin mashina olib kelib tushunaman. Akalar, mana shu Redfire undan yaxshiroq. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa sotilar ekan, $3000 deydi. $1000 ga kimdir olsa, do'ppingni osmonga ot dedim. Xitoylik ekan, yo'q dedi. Atak yuradi mashina degan, qaranglar.